O'zbekiston vaqti bilan dasturi davom etadi. Eslatib o'tamiz, bugun haftaning ilk kuni dushanba, 8-dekabr, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilingan kun. Va dasturimiz an'anasiga muvofiq studiyamizda mehmon bor. Mehmonimiz Savdo sanoat palatasi Sayxunobod tumani bo'lim boshlig'i Shoira Shamatova. Assalomu alaykum. Shoira opa, xush kelibsiz. Sizni ko'rganimizdan xursandmiz. Bayram arafasida ko'rganimizdan xursandmiz. Bayram sizga ham muborak bo'lsin. Yaqinda davlatimiz rahbari bilan uchrashuvda ishtirok etdingiz. Siz ham taassurotlar qanday yangi maqsadlar, yangi vazifalar oldinga qo'yildi? Shundan boshlasak suhbatni. Taassurotlari juda ham hali ham hayajonimiz ketmagan. Biz sirdaryoliklar uchun tarixiy kun bo'ldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Sirdaryo viloyati oldin agrar viloyat bo'lgan bo'lsa, bu tashrifdan keyin viloyatimiz sanoat viloyatiga aylanadi desam ham bo'laveradi. Chunki yerda juda ham katta masalalar, mana har bitta tumandan takliflar berildi. Masalalar joyida yechilib, davlat rahbarimiz shu yerda topshiriq berdilar. Biz juda ham hayajonda o'tirdik. Bu viloyatimizga shuncha mehr, shuncha e'tibor bo'lgandan buni xalqimiz ham his qildi. Men o'sha Sayxunobodga uchrashuvdan keyin borganimdan keyin juda ko'tarinki ruhda menga savollar, menga tabriklar, juda uchrashuv Sirdaryo viloyatiniki boshqacha bo'lgani haqida xalqimiz, men o'zim tuman kengashi deputatiman, ham xalq bilan ko'proq muloqotda bo'lamiz. Juda ham ko'plar nuroniylar so'rayapti. Juda ham ko'tarinki ruhda bo'lganini biz televizorda ko'rib ham his qildik deb aytishyapti-da. Shuning uchun bizning yutug'imiz katta bo'ldi. Shu Sirdaryo viloyatiga viloyat davlat rahbarimiz kelib ketganlari biz uchun katta yutuq bo'ldi. Shoira opa, bugungi kunda Sirdaryodagi katta o'zgarishlar haqida suhbatlashsak, ya'ni har bir tashabbus, har bir yangilik inson turmush tarzini yaxshilashga olib keladi, shunday emasmi? Shunday, mana yo'llarimizda katta mana 6 halqali yo'llar Sayxunobod tumanida aytadigan bo'lsam, turizmni rivojlanishi, mana balbaniteti juda past bo'lgan, sho'rlashgan yerlarimiz bor edi, yaylov yerlarimiz bor edi, bo'sh turgan binolarimiz bor edi. Hammasini e'tiborga olib, davlat rahbarimiz toifasini o'zgartirib, sanoat kirib kelishini, mana eng bizni katta yutug'imiz mana Toshkent viloyatida, Toshkentda katta korxonalarni Sirdaryoga borib ishlash uchun hamma imtiyozlarni berdi. Ular jon deb hozir borib o'sha toifasi o'zgargan joylarda ish boshlashi mumkin. Men o'zim ham mana Savdo sanoat palatasi bo'lganim uchun shu investitsiya bo'yicha shu tumandagi shu ishlar bilan shug'ullanganim uchun men o'zim o'ylab yurardim-da, dilimga tugib. Shu qani edi shu davlat rahbarimiz kelsa-yu, shu sanoat zona bersa bizga yana. O'zi kutib yurgandim. Kutib yurgandim-da. Men shuni aytaman. Mabodo o'sha qatnashib qolsam yig'ilishda turib men shuni aytaman qo'l ko'tarib degandim. Aytdingizmi? Aytdim. 100 gektar so'ragandim. Haqiqatan tushlarimda ham, hayolimda ham so'rardim-da, gaplashaman, men shuni aytaman. Chunki butun dunyo bilan hamdo'stlikni yo'lga qo'ygandan keyin mana bizga ham Sayxunobodning yana bitta yutuq tomoni bor. Tuman hokimimiz Sayxunobodlik. Yosh, shijoatli, chet elga tinmay borib investorlarni olib kelyapti tumanga. Bu bizning ishimizni ham oldinlashga yordam beryapti. Shuning uchun investorlar juda ham ko'p hozir Sayxunobodda. Biz 100 gektar so'ragandim. Davlat rahbarimiz 200 gektar yer berdilar. Biz o'sha bo'sh turgan yerlarni paxta ham bo'lmaydi, g'alla ham, suv, sho'rlashgan joylar, mana endi bizning yutug'imiz ish o'rinlar paydo bo'ladi. Ish o'rin bo'lgan joyda kambag'allik bo'lmaydi-da. Biz kambag'allikni yo'qotamiz deymiz. Bu manba kerak bizga. Kambag'allikni yo'qotish uchun joy kerak. Mana ish o'rinlar, qancha ish o'rin ko'payaversa inson qadri, insonning ishi, daromadi oshaveradi. Shuning uchun ish o'rinlari endi ko'payadi Sayxunobodda, nafaqat Sayxunobodda, balki butun Sirdaryo viloyatida ish o'rinlar ko'payib, kambag'allik keskin tushadi. Shoira opa, hech kimga sir emas, buni bemalol ta'kidlab aytsak bo'ladi. Butun yurtimiz bo'ylab albatta tadbirkorlarga juda katta imkoniyatlar berilyapti, e'tibor qaratilyapti. Jumladan Sirdaryoda ham hech kimga sir emaski. O'zingiz aytib o'tsangiz, tadbirkorlik borasida, aynan shu sohada va sanoatda qanday ishlar amalga oshirilyapti va kelgusidagi bu sohada amalga oshirilishi ko'zda tutilayotgan rejalar haqida ham aytib o'tsangiz. Endi men bitta narsani aytaman, pastdan boshlayman.
bizga Erkinjon Turdimov viloyat hokimi bo'lgandan keyin bitta tizimni yo'lga qo'ydilar. Bizda viloyat savdo sanoat palatasida har dushanba tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'ladi. Mana biz dushanbadan payshanbagacha tuman savdo sanoat palatasi ro'yxatga olamiz tadbirkorlarning muammosi bo'yicha. Dushanba kuni hamma tashkilotlar rahbarlari bilan viloyat hokimimiz tadbirkorlar masalasini joyida yechadi. Qonuniy bo'lgan joyini yechadi. Bu narsa kerak bo'ldi bizga juda ham. Bu zo'r bizga master klass ham bo'ldi. Bu tadbirkorlarni zamon jadallashyapti. Tadbirkorlar tezlashyapti. Muammo ham tez chiqyapti. Uni ham yechimini tez qilish kerak. Bu narsa bizga ham juda yordam bo'ldi. Men shundan tadbirkor kichik tadbirkordan katta sanoat korxonalarida ham masalalari respublika darajalarida ham tez yechimini topyapti. Shunaqa tadbirkorlar ko'payyaptimi Sirdaryoda? Tadbirkorlar juda ham ko'payyapti. Mana o'zim ko'p aytaman buni, chunki Sayxunobod tajribasida men targ'ibotchi bo'lganman. Shu davlat rahbarimiz kelib ketgandan keyin shijoat, kuch berib ketganlarda bizga. Shundan keyin o'zim targ'ibotchi bo'lib, o'sha rahbarlar bilan uyma yurganda shu tomorqachilar ham tadbirkor bo'ldi bizda. Menda juda ham ko'p bunaqa misollar keltiradigan. Davlat rahbarimiz kelganda 2 ta yo 3 ta bitta mahallada shunaqa tomorqachilar bor edi. Ular hozir lider bo'ldi. Ular lider bo'ldida qolganlarga o'rgatyapti. Bu tomorqada pul yotibdi. Buni hali ham bo'lsa aytaman, bilgan biladingda. Bilgan biladi. Men o'zim ham mana issiqxona qurib 64 million daromad qildim. Tashkilot rahbarlari o'zimizdan boshlashimiz kerak deb o'yladim-da. Birinchi o'zim xonadonimda 7 sotik issiqxona qurdim. Bulg'or qalampiri ekib 64 million daromad qildim. Mana shunday buni butun mahalla biladi. Shuning uchun qilish kerak, tomorqadan foydalanish kerak. Fursatdan foydalanib aytib olay. Yana foydalaninglar, targ'ibotimni qilib ketay deyman-da. Sizni shijoatingizni ko'rib bir narsa esimga tushdi-da. Ayol kishi bir qo'li bilan beshikni, ikkinchi qo'li bilan dunyoni tebratadi degan gapni isbotini keltirdilar-da hozir. Ayol kishi sifatida shuncha katta ishlar, katta mas'uliyatni, shijoatni olib, sizga bu narsa nima ruhlantiradi? Qayerdan keladi shuncha kuch sizga? Men o'tgan yili juda hayotim o'zgarib ketdi. Men oliy ma'lumotli emas edim. Uni davlat rahbarimizga ham aytdim. Men o'tgan yil o'qishga kirdim. Umuman dunyoqarashim o'zgardi. Kecha mana hokimlarni qatorida o'tirdim-da, men ham hokimlar o'tiribdi. Men ularga qarab davlat rahbarimizdan shunaqa kuch olganini sezdim-da. Mana yakshanba kelyapti, ertasiga dushanba bayram. Ular uni kutmasligini men sezdim-da. Shunaqa bir kuch oldi ular g'ayrat bilan. Shu davlat rahbarimiz ketishlari bilan chiqib shu hamma tumanda katta ish boshlanishini. Hozir bizni Sirdaryo viloyati qaynayapti. Viloyat rahbarimiz boshchiligida hamma kuch oldi. Jonlandi hamma. Jonlandi, yana ham jonlandi deb o'ylayman men. Demak, e'tibordan kuch olar ekansizda. Albatta. Ayollar haqiqatdan ham ayollarga, xotin-qizlarga yurtimizda juda katta imkoniyat berilyapti. O'sha siz davlat rahbari bilan uchrashganingizda shu joyda turib oqoltinlik qizida adashmasam Jasmina Tursunaliyeva turib men orzu qilardim. Meni otam ham orzu qilgandilar yaxshi joylarda o'qishimni deganlarda shu Pensilvaniya universitetida o'qiyotgan ekanlar va davlat rahbari shu joyda aytib o'tdilar, haqiqatan ham 10 yil avval bunday kunlarni biz orzu qilardik. Hayolimizga kelarmidi? Qizlarimiz Toshkentga kelib o'qishini orzu qilardik. Hozir butun dunyoda o'qiyapti. Pensilvaniyada shunday qizlarimiz o'qiyapti. Men shunchalik kuchli qizligini bilmadim. Menga juda yaqin o'tirgandi. Shunday turib shu gaplarni aytgandan keyin men hayratda qoldim-da. Bunaqa yoshlar, mana Javohir, mana futbolchilarimiz, bunaqa yutuqlarimiz juda ham ko'p. Ko'payib boryapti. O'zimizda mana Sayxunobodda Amerikaga o'qishga kirdi, qancha grantlar yutib oldi. Bunaqa yoshlarimiz ko'payib boryapti. Bu berilgan imkoniyatlardan mahalla 7ligi mana tashkil etildi. Mana ijtimoiy xodim, yoshlar, hamma hokim yordamchilari tadbirkorlikni, yoshlarni kelajagini o'rnatyapti. Ijtimoiy xodimlarni eng menga yoqqan tomoni har bir xonadonga kirib borib ularni qiynayotgan masalalarni ko'tarib chiqayotgan. Men o'zim deputat sifatida borsam
xonadonlarga kirsam kim keldi xonadoningizga desam albatta ijtimoiy xodimda aytadi. Ijtimoiy xodim kelib mana shunaqa menga pul ajratib berdi, qiynalib qolgan joyim bor edi, yordam berdi. Har bir xonadonga bu kambag'allikdan chiqish uchun bu ham bitta manba bo'ldida ijtimoiy xodimlar. Men pastdagi voqealar sizlarga aytsam, mana shu narsa juda katta nima bo'ldi. O'rin tutdi. Shoira opa, hozir so'zimni davom ettirmoqchi edim. O'sha Jasmina misolida yurtimizda xotin-qizlarga qaratilayotgan e'tiborni aytib o'tmoqchi edim. Sizda aynan Sirdaryoda ayol tadbirkorlar yoki sanoatda ishlayotgan ayollar ulushi ham ko'paydimi? Albatta, men o'zim fermer bo'lsam, ham fermerman. Bitta yo ikkita fermer edikda. Hozir juda ham fermerlarimiz ko'p. Undan tashqari ishlab chiqarish, tikuv fabrikalari ochib tashlagan. U katta savdo do'konlari ochib tashlagan tadbirkorlarimiz ko'p. Juda ham ayollarimiz ko'paygan hozir. Nimaga ko'paymaydi? Chunki nimaga ko'paymaydi? Shuncha imkoniyat yaratib bergandan keyin foydalanish kerak-da undan. Foydalandik, foydalanyapmiz. Imkoniyatlar bor. Mehnat qilsangiz, harakat qilsangiz bo'ldi. Ya'ni bu qaror va qonunlar amalda ham ish berayotganligini, meva berayotganligini. Mehnat qilsangiz, foydalansangiz, bergan imkoniyatlardan shukronalik o'zi yuragingizga kelaveradi. Noshukurlar u mehnat qilmagandan bo'ladi. U mehnat qilgan odam hech qachon yomon yashamaydi. Shoira opa, bitta savol bermoqchi edim sizga. Bu sohada qancha vaqtdan beri ishlayapsiz? U Savdo sanoat palatasiga o'tgan yili keldim. Yo'q, o'zi aynan tadbirkorlik. Tadbirkorlik 2010-yildan beri tadbirkorlik. 2010-yildan beri 2010-yilda boshlagan bo'lsangiz, aynan shu 10 yil, 15 yil avval hozirgidek imkoniyatlar berilishini va hozirgidek yutuqlarga erishishingizni tasavvur qilganmidingiz? Yo'q. Unaqa tasavvur qilmaganman. Mana soliqda muammolar bo'lardi. Mana soliqlarda o'zimiz huquqlarimiz. Men 5 yil deganda soliq huquqlarimni tushunganman. Tadbirkor bo'lib, urilganman, turtilganman. Mana hozir ayollarimiz tadbirkor bo'lyapti, darrov soliq huquqlarini bilib oladi, uni hunarmandga a'zo bo'ladi, ish qilib soliq nima huquqlarini ham biladi. Tadbirkorlar hamma imkoniyatlar berilyapti-da tadbirkorlarga. Ayollar hamma qonunlar chiqayotgan qonunlar mana televideniya orqali, xalqni ichida mana deputatlar orqali targ'ibot kuchli bo'lyapti. Targ'ibot kuchli bo'lgandan keyin oddiy odamlar ham hamma narsadan xabardor bo'lyapti. Umuman olganda ayol qizlarimiz, ya'ni tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lgan, lekin cho'chib turgan ayol qizlarimizga qanday maslahat berasiz? Endi mana biz o'zimiz Savdo sanoat palatasi o'qitamiz tadbirkor ayollarni. Biz o'zimiz o'rgatamiz, qanday urilib, biz noldan boshlaganmiz u. Ularga hozir o'sha qoqilishlarni qo'yib bermaymiz biz. Mana shunday qilma, mana tarixingni yomon qilma, kredit olsang, yana ham senga kredit beraveradi. Bankda ishonchini oqla. Mana shunaqa o'qishlar tashkil qilganmiz, bir haftalik ayol tadbirkorlar o'qitamiz. Soni qancha, ko'pmi ayol qiziqayotgan ayol tadbirkorlarimiz? Men masalan 150 ta ayolni o'qitdim bu yil. Yana yilga 300 ta, 400 ta ayolni o'qitaman deb o'zimga maqsad qo'yib olganman. Chunki men kecha kuch olganman. Davlat rahbarimizdan, vakilimsiz siz meni Sirdaryoda degandan keyin, Sayxunobodda degandan keyin men kuch oldim. Menga o'tgan yili davlat rahbarimiz Shuhrat medali berdi. Bu medalni oldi degani bo'ldi, hamma narsaga erishdim degani emas. Medalni olgandan keyin uni ishonchni oqlash kerak. Yana ham mas'uliyat, uni o'ziga yarasha mas'uliyatlari bor. U menga shijoat, kuch beryapti u menga. Uchrashuvdan keyin yangi maqsadlar qo'ygan bo'lsangiz kerak oldingizga, yana ham ko'proq harakat qilishim kerak degan. Albatta maqsadlar qo'ydik. Mana 200 gektar yerda olib oldik endi. Uni to'ldirishimiz kerak. Shunchaki emas, u ishlash kerak endi. Investitsiya o'rinbosari, tuman hokimimiz kelib gaplashib endi bu yerda to'ldiramiz, endi katta milliardlab loyihalar bor, investorlarimiz qilamiz. Xudo xolasa bajaramiz maqsadlarimizni. Shoira opa, siz bilan suhbatlashib, ochiq biz ham kuch oldik. Sizdan kuch oldik. Endi davlat rahbari bilan uchrashgan insondan kuch ham bo'ladi-da, kuch olamiz biz ham. Juda oldingizga katta maqsadlarni qo'ygansiz. Barcha sizga ishonadi, ayniqsa davlat rahbari ishonib 200 gektar yer berganlardan keyin albatta bu boradagi ishlaringizga omad tilaymiz.
yana sizni dasturlarimizda bundanda katta yutuqlar bilan ko'ramiz degan umiddamiz, suhbatlashamiz degan umiddamiz. Dasturimizda ko'rganimizdan xursandmiz. Sizga omad tilaymiz. Bayram bilan tabriklab olaymi? Albatta tabriklang, opa, tabriklang. 8-dekabr Konstitutsiya kunimiz bilan tabriklaymiz. Kecha mana davlat rahbarimizni ham tabriklari bo'ldi. Inson qadri birinchi o'ringa qo'yilgani, erkinlik, adolat hammasi birinchi o'ringa qo'yilgani davlat rahbarimiz tomonidan. Mana xudo xolasa 1-yanvardan men ham deputatman, yangi qon bilan, yangi jon bilan mana kengash raislari tashkil etilish haqida gapirib o'tdi. Mana 615 nafar insonni af etdilar. Hamma o'sha xonadonlarda to'y bo'lyapti hozir. Xursandchilik. Men o'sha insonlarni ham tabriklayman. Shu bugungi bayram bilan hamma o'zbekistonliklarni bayram bilan tabriklayman. Sizni ham tabriklayman. Sizni ham rahmat sizlarga. Ayol kishi sifatida katta kuch oldim sizdan. Faqat omad tilaymiz.